Hozirgi videomiz aynan sizlar sevgan, sizlar kutgan video bo'ladi. Sababi Beston modellariga 24 oygacha rassrochkani shundoq ochib yubordi. Beston modellari наличиеda yo'q degan insonlar uchun mana 2026-yil yanvar oyining boshida video chiqargandik. Xudo xolasa mana yanvarning oxiri bilan Beston Buxoro avtosalonida avtomobillarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi наличиеda. Tем более ham har xil ranglardan taxlab qo'yibdi. Hammaga alangalik assalomu alaykum Humonus kanali obunachilari. Ko'pchilik insonlar Beston modellariga qiziqishadi. Nima sababdan? Narx borasida anchagina arzon. Tем более ham hamma yaratilayotgan qulaylik aynan sizlar uchun. Hozirgi videomiz aynan sizlar sevgan, sizlar kutgan video bo'ladi. Sababi Beston modellariga 24 oygacha rassrochkani shundoq ochib yubordi. Bundan tashqari 1 yildan 5 yilgacha imtiyozi eng baland foizi 19% avtokreditlar ochilgan ekan, eng past foizi 5% dan boshlanadi. Sherst aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon, zo'rmisiz? Charchamadingizmi? Zo'r, Xudoga shukr. Nima deymiz aka endi mana? Assalomu alaykum avvalambor Humoyun.uz kanalini kuzatuvchilari, hurmatli podpисчикларimiz. Demak, bugungi videomiz qisqacha bitta obzor qilib ketamiz. Nima haqida bo'ladi? Juda ham katta yangiliklardan birinchisi mashinalarimiz narxi, ikkinchisi rassrochkasi, uchinchisi imtiyozli kreditlar haqida bo'ladi. Bular haqida video davomida batafsil tushuntirib boramiz va eng asosiy narsa, havoning shunday sovug'ida naqd bizdan Beston Buxorodan boshqa Beston avtosalonlarida наличиеda mashina yo'q va aynan Beston Buxoroda shuncha mashina. Aka, bitta ko'rsing yon tomonlar bilan, orqa taraflar bilan mana istalgan modeldan, istalgan rangidan istalgancha topib berib bilamiz, xudo xohlasa, qo'ldan kelgancha. Va bizni kuzatayotgan shu videolarni ko'ramiz. Kommentariyasida negativ fikrlar ko'p bo'ladi. Bo'ldi, to'lagan pulingga uxlading, bular mashinangni bermaydi, mashinang defekt keladi, nimadir bahonalar. Yo'q azizlar, mana mashinalar наличиеda turibdi. Shartnoma qilgan mijozlarimizga mashinalarni topshirdik va bundan buyog'iga ham xudo xohlasa gazini bo'lsamiz, faqat sizlarning yordamlaringiz kerak bo'ladi. Shu videoni bitta like bosing, kuzating, oxirigacha ko'ring va inomarkaga qiziqadigan tanishlarga yuborib qo'ying. Kuzating, qolgan narsalarni ichkarida batafsil tushuntirib beramiz. Bo'ladi. Manzilga keladigan bo'lsak, Buxoro shahar Setora mashina bozori shundoqqina to'g'risida Beston Buxoro avtosaloni joylashgan. Ish vaqti dam olish kunlarisiz ertalab 8 dan kechqurun 8 gacha. Xuddi shunday. Bo'ladi. Bo'lmasam qolgan ma'lumotni avtosalonda ichkarisida berib o'tamiz. Albatta, keling aka. Daftar sovdim. Voydana. Voy bosib qo'ying akalar. Akajonlar, avtosalonga kirib oldik. O'zimni ham to'g'risi ichim pitirda boryapti. Aka, rassrochka ochdik dedingiz. Hamma modelgami yo cheklanganmi endi? Beston Buxoro avtosalonidagi har qanday model uchun endilikda siz boshlang'ich to'lov kamida 25% to'lab 0% ga 12 oy, 18 oy, 24 oy muddatga mashinani o'z tan narxini bo'lib to'lash asosida bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Hattoki mana shu B70 ga hammi. Albatta, Beston B70 modeliga ham, T77 modeliga ham, umuman olganda avtosalonimizda qanaqa modellar bor, hammasiga rassrochka ochildi aka. Bitta mashinalarimiz tan narxi, xarakteristikasi haqida qisqacha tushuntirib o'tib ketamiz. Baribir oldingi videolarda bu vaqtda biz batafsil gaplashganmiz. Bittani qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Beston B70 2025-yil restyling varianti, dizayn o'zgargan varianti. Ushbu mashina 1.5 turbina dvigatel bilan jihozlangan, 169 ta o't kuchiga ega. Polasa udержания, klimat kontrol, cruise control, abagreiflarigacha hamma funksiyalari bor. Elektrousilitel rullari ham 18 razmerli diska balon bilan jihozlangan va kattagina panorama tomi ham bo'ladi. Salon qismi klassik ko'rinishda bo'ladi. Bitta ko'rsating aka. Juda ham ko'pchilikka yoqadi. Hech qanaqa ortiqcha nima deydi, bachkana biror bir video uchun qilingan hech qanaqa narsa yo'q aka. Hammasi klassik, chotki qilib ishlab qo'yilgan aka. Shu uchun ham bu nima deydi,
katta akalar uchun asosan yoqadi juda ham ko'p. Seriozniy bir statusli ish joyda ishlab, shu mashinani minib yurish uchun juda ham ideal tanlov sedan va ходовойчасida ham 4 ta baloni ham McPherson bo'ladi. Yumshoq. Hech qanaqa solishtirish uchun aytaman, o'zimizni GMni Malibu 1 ga o'xshaydi aka. Ходовой juda ham chotki, chiroyli. Uzoq yo'lga ketgan vaqt lodkaga ketganda maza qilib haydab ketasiz. Bitta bagajini ochib ko'rsatamiz aka. Aka bitta savolda, rassrochkaga narxi o'zgaradimi, yo'qmi lekin? Hozir aka bizda yangilik bo'lgan. Yangilik nima bo'ldi? Aksiya doirasida mashinalarimizni boshida 258 million, keyin 268 million narxda sotayotgan edik. Bu aksiyamiz o'z nihoyasiga yetdi, mashinalarimiz o'z tan narxiga qaytdi. Bu hozirgi kunda 570 hamda T77 ning birinchi pozitsiyasi uchun 305 million so'm. Mashina o'zining tan narxi aka. Hech qanaqa chegirmasi yo'q. Mashina original o'zining narxi. Va rassrochkaga siz aynan shu 305 million so'mga xarid qilasiz. Bu chegirmali narx, u oldingi videolarda aytilgan gaplar, u o'tgan zamonda qoldi. Yangilik kechagi kundan boshlandi. Mana bu siz birinchilardan bo'lib bu narsani albatta Humoyun uz kanalida eshityapsiz. Shu uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Oldindan aytib qo'yamiz. Chunki ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatadi aka. Mana bunaqa yangiliklardan quruq qolib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Bitta mashinaga qaytamiz. Liftback ko'rinishidagi avtomashina. Bagaj sig'imini ko'rishlaringiz mumkin. Bu nima uchun? Bir biznes bilan shug'ullanadiganlar yoki bir yuk ortishmi yo bir oilaviy dam olish uchun uzoq yo'lga ketayotganda katta bagaj juda ham asqotadi. Shunaqa mijozlar uchun ideal tanlov. Test drive uchun bor. Avtomashinalarimizga shartnomalarimiz ochiq. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon raqamlarga aloqaga chiqib bemalol shartnoma olib to'lov qilishlaringiz ham mumkin bo'ladi. Bu boshlang'ich 25% bilan bitta pasport bilan 12 ta viloyatga aka. 12 ta viloyatga chiqarib berasiz. Viloyatdan keluvchilarga bonuslarimiz bormi? Albatta, har bitta xarid qilingan avtomashina uchun kelib shaxsan o'zimga uchrashsinlar. Sherzod akani aytib kelsa. Shu Sherzod deb kelsalar agar aka farq yo'q. 4 ta 5 ta kamida bonus qilib qo'shib beraman aka. Shu videoni kelib ko'rsatsinlar o'zimga. Mana aytgansiz deb qo'yib bersinlar, qilib beramiz aka, xudo xohlasa. Aka, bitta maqlab ketaylik, polni bak benzin qo'shib berasiz viloyatdan keluvchilarga. Bo'ldi, kelsinlar, polni bak benzin bizni avtosalonimiz nomidan. Shaxsan o'zimga kelib uchrashsinlar, qilib beramiz aka. Masalasi yo'q. Bizni hurmat qilib chetdan kelgan odam biz uchun qadrli mijoz bo'ladi. Va endilikda birdaniga ikkitasini ko'rsatamiz. 577 birinchi luxury pozitsiyasi va keyingi pozitsiyasi premium pozitsiyasi. O'zi deyarli 2-3 ta farqi bo'ladi. Buni ham qisqacha aytib ketamiz. Luxury pozitsiyasida 18 razmer diska va balon protektorining qalinligi 55 bo'ladi. 55 mana. Bu degani aka balon almashtirish shart emas. O'zi yumshoq bo'ladi. Va premium pozitsiyasida 19, diskasining razmeri 19 va protektorining qalinligi 45 bo'ladi. Shuni hisobiga mana bu luxury pozitsiya salgina yumshoqday tuyuladi. Aslida esa ходовойчасти, motorchasti, salon qismi bir xil. Detalma-detal bir xil, birga bir, hech qanaqa farqi yo'q. Ikkalasida ham kattagina lyuklari bo'ladi. Avtomashinamiz 1.5 turbina dvigatel bilan jihozlangan. Buni ham ot kuchi 169 ta. Bu avtomashinalarimizni barchasini, demak, korobkachasida Aisin 7 pog'onali robot двухсцепленный bo'ladi. Skorost-skorostga o'tgani sezilmaydi. Ushbu avtomashinaning ham narxi 305 million so'm. Narxi ko'tarilganligi chatoq bo'pti aka. Yo'q, bu narx ko'tarmadi aka. Aksiyasi tugadi. Aksiya tugadi, ha. Aksiya tugagani uchun shunday. Hozir ko'pchilik aytayapti-da, aka narx nimaga ko'tardi? Narx nimaga ko'tardi? Narx ko'tarmadi, azizlar. Aksiya doirasida foydalangan mijozlarimiz foydalandi, mashinasini arzon oldi. Endi bundan buyog'iga 305 million so'm asosida xohlasangiz rassrochkaga, xohlasangiz imtiyozli kredit asosida xarid qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Bitta narsani aytaylik, ko'pchilik o'zadi. Naqd pulga qancha? Naqd pulga qancha? Telefon raqamlarini qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, naqd pulga albatta kelishtirib beramiz. Bitta shu joyda zapchast tomonlarni ham ko'rsataylik, chunki ko'pchilik mijozlar keldilarki, mashina olishdan oldin har qanday inomarka bo'lsin, zapchast masalalari. Zapchast masalalari mana qo'ldan kelgancha shu yerda joylashtirdik. Bu albatta hali o'ndan bir qismi, juda ham katta partiyalarimiz hali yana kelyapti. Bir ikkinchi tochkamizni hali obzor qilgan vaqtda zapchast do'konlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana har xil detalma, ходовойчасти, hattoki mana bunaqa motorni ichidagi detallaridan ham topib berib bilamiz.
o'zi aka nima ketishi mumkin основной? Xudo ko'rsatmasin, baxtsiz hodisa bo'ladigan bo'lsa, bamper, fara. Albatta, hozirgacha akajon bunaqa holatlar bitta ikkita kuzatildi. Основной shu nima deydi, bamper, mana oynalar, bu ham mana shu DTP bo'lgandan keyin mashina o'zi yurib turgan vaqt hali yangi mashina hech qanaqa ходовой motor chaslarga ishimiz tushmabdi, lekin baribir keltirib qo'yganmiz. Shu asosan shu massazamen uchun kerak bo'ladigan zapchastlar va mana bunaqa oynalar, облицовкаlar, bamperlar kerak bo'ldi va optikalar. Endi DTP bo'lgandan keyin qayerga zarar yetgan mashinalarni hammasini topib beramiz. Xudo xohlasa 24 soatdan 48 soatgacha, maksimum 2 kunda har qanday zapchastni topib berib bilamiz, o'zimizda bo'lmaganini. Hozircha qo'limizda bo'lmaganini. Aka, endi zapchastga muhtoj bo'lmaylikchi, lekin mana avtomobillarning garantiyasi qancha misol uchun? Avtosalondan beradi ekan. Albatta, har bitta avtomashinamizga shu vaqtgacha biz 3 yil garantiya yoki 100 ming kilometr edi. Endilikda ushbu garantiyalarimiz 20 mingga oshirildi. Ya'ni 3 yil, hozirda 3 yil va 120 ming kilometr garantiya rasmiy kafolat bilan kelyapmiz. Servis xizmatlarimiz mavjud. Yoki 3 yilni tanlaydi yoki 120 ming kilometr. Qaysi biri birinchi kelib qolsa, qaysi biri kelib qolsa. Masalan, bo'lishi mumkin 1 yilda 150 ming yurib qo'yish mumkin. Shunday. Probeg hisoblanadi yoki muddatli hisoblanadi akajon. Keling, boshqa modelimizga bitta o'tib ko'ramiz. Yana T77, B70larni qanaqa savollaringiz bo'lsa, telefon raqamlarini qoldiramiz yoki kommentariyada bitta yozib keting. Sizga qanaqa narsa kerak, nimasi qiziq, qayerga tushundingiz, qayerga tushunmadingiz, to'lov usullari, umuman olganda qanaqa grafik usullar, xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Aka, salonni rangini sevdim men. Juda ko'pchilik shu rangiga oshiq bo'lgan. Ko'pchilik kelib, mana qora salonlisini aka shundan qilib bering, shundan qilib bering. Endi yangi xudo xohlasa keladigan partiyalarga shu rangidan ko'p bo'ladi. Hozir kommentariyaga yoziladi aka, bilaman. Bizni odamlarimiz juda bir yozib tashlashni yaxshi ko'radi. Kir bo'ladi deydi. Akajon, kir bo'ladi, to'g'ri, lekin chiroyli narsa xohlaysizmi, yo'qmi? Mana bunaqa narsalar nozik bo'lmaydi, bular hammasi ko'jadan bo'ladi aka. Bular bir latta bo'lsa-ki, mana bu yuvish muammo bo'lsa, bular ko'jadan bo'lgani uchun ikkita sepasiz, gubka bilan, ko'pik bilan, hemsi uy sharoitida. Bemalol ko'pik, shu pastda moyka yuvadigan narsalar bilan bitta artasiz aka, любой joyga ketadi. Chunki bu koja, hamma joyi kojadan, hech qanaqa muammosi bo'lmaydi aka. Aka, salonni narxiga tanlasak bo'ladi, pul qo'shilmaydi-a? Yo'q, bir xil avtomashinani kuzovini rangi ham, salonni rangi ham hech qanaqa narxiga hech qanaqa ta'sir o'tkazmaydi aka. Keyingi avtomashinamiz Bao brendidan M7. Oldingi videolarda qora rangidan bor edi. Hozirgi kunda kelib esa ham qora ham oq rangidan mavjud. 7 kishilik, 9 kishilik, 11 kishilik komplektatsiyada bo'ladi va ushbu avtomashinalarimiz narxi 350 million so'm. Bu mexanika korobkasi, avtomat korobkasi ham bo'ladi. Bu haqida batafsil video davomida aytib ketamiz narxlarini. 144 ta o't kuchi, 2 atmosferli motor, xohlasangiz metan, xohlasangiz propan uстановка qilishingiz ham mumkin. Demak, ushbu avtomashinalar kim uchun? Asosan oilaviy sayohat, turist tashish, mehmonxona xizmati, maktab, xususiy maktab, bog'chalarda ishlaydiganlar uchun ideal tanlov. Ham ходовой uzr, ham saloni juda ham keng va brendi ham hamma biladi. Bao brendi qanaqa brendligini va boshqa brendlardan nima tomondan farq qiladi. Bu haqda ortiqcha gapirib odamlarni vaqtini olib o'tirmaymiz. Biz bu mashinani bilganlar juda ham yaxshi biladi. Bitta gabarit orqa tomonlarini ham ko'rsatib o'tamiz aka. Aka, bunga ham rasochka bormi? Albatta, har qanday avtomashina uchun, avtosalondagi har qanday avtomashina uchun rasochkalar bor. Mana bitta bagaj keladi avtosalonga. Ushlaganimni rasochka qilib berasiz. Xuddi shuni. Ushlagan narsasi rasochka. Mana bitta ko'rsatamiz, bagaji ham bo'ladi aka, bemalol. Katta ekan bagaji ham. Bagaji ham zo'r. Yuk qo'ysa bo'ladi. Ba'zi modellarida aka orqaga joy bo'lmaydi hech qanaqa. Bunda esa bor. Endi buni versiyalari har xil bo'ladi. Kitayskiy versiya deydi, boshqa versiyalar bo'ladi. Shunga qarab farq qiladi. Va keyingi modelimiz bitta ko'rsatib o'tamiz. Legendarniy Jetour X90. X90 ga ortiqcha tarif shart emas. Shunday bo'lsa ham bitta aytib ketamiz. 1.6 turbina motor, 197 ta o't kuchiga ega. 7 kishilik oilaviy crossover. 20 razmerli diska balonlar bilan jihozlangan.
full komplektatsiyada jihozlangan bu salon qismi ham, kojalari, funksiyalari, abduf, abagrev, eko normal sport rejimlari, elektron rullari bo'ladi. Narxi aka? Qanaqa komfort kerak bo'lsa hammasidan bor. Narxi 400 million so'm aka. Xohlasangiz rassrochkaga, xohlasangiz avtokreditda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Albatta chegirmali avtokredit. Yokida naqd pulga olaman desalar agar, kelib shaxsan o'zimga uchrashsalar, anchagina chegirma qilib beramiz aka. Qancha qilib berasiz aka mana? Narxini aytamiz. Ha, aytingchi chegirma. 345 million so'mga olib berib beramiz. Chegirma narxida 345 ga. 345 million so'mga bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Va bu sanoqli qoldi aka, tashqarida ham bitta ikkita qoldi. Bular уже O'zbekiston bo'yicha oxirgilari. Eng oxirgilari. Ha, buni o'zi qidirib yurganlar kelib qoladi aka, shu jitur olib ketaman, jitur 290 kerak degan uchun keladi aka. Buni ko'k zar sepilgan ekan, qoraga Xuddi ko'k shunday, zar. jemchug, xameleon rang tanlanadi aka. Chistakam qora emas. Zo'r. Keling akajon. Bitta salon qismini ko'rsatib o'ting aka. Jitur yozuvlari tagida mana. Aka, lekin bitta shu narsani ham aytib qo'yaylik, bu oxirgi partiyalar bo'lgani uchun bularni yili hech qaysiniki 26-yil emas, ha? Yo'q, bularning yili aka 24 bo'ladi. 2024-yil. Mana. Rassrochkalari bor, naqdga 345 million so'm olib ketsa bo'ladi. Bemalol. Aka, keyingi modelimiz to'g'risi O'zbekiston bozorini anchagina ko'pchilikni qiziqishiga sababchi bo'layotgan modellardan bittasi BAV 212 modeli. 212 modeldan brend 212 brendidan T01 modeli. Ko'pchilikka yo'qdi, qaysi tomonlama ishingiz tog' bilan, cho'l bilan bo'lgan vaqtda, ya'ni off-road joyda, yo'l yo'q joyda yursangiz agar, siz uchun ideal tanlov. Polniy privodda harakatlanadi, ramli mashina, 2 turbina dvigatel bilan jihozlangan, 238 ta ot kuchiga ega. Demak, 8 xil rejimda harakatlanadi. Ko'rishingiz mumkin. 8 xil rejimi bor. 8 xil rejim bor aka. Salon qismi ham juda keng, 5 kishilik metan, propan ustanovka qilib ham bo'ladi aka. Bu stok holatdagisi. Bu stok holatdagisi, hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan, zavodskoy ko'rinishdagisi shu bo'ladi. Buni ko'pchilik o'sha mashhur Gelandwagenga o'xshatadi. Bu mashinaga ham rassrochka bor aka, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Va hozirgi kunda ushbu avtomashinaning narxi 502 million so'm. Xo'p, akajon, o'tgan safargi avtosalonda oppoqqina rangi bor edi, menimcha u sotildi. Ha, u sotildi aka, endi bizda tez sotiladi. Bu ham o'zi yaqinda keldi, bir donagina qoldi. Kelgan partiyadan ham bir donagina qoldi. Xudo xohlasa, yaqin kunlarda yana yangilik qilib, 3 xil 4 xil ranglardan keltirib qo'yamiz. O'zi aslida konvertda 5 xil rangi bor, ha? Xuddi shunday. 212 ni 5 xil modeli bor. Hammasida qora, kulrang, to'q yashil, och yashil. Hammasida elektron paroglari bor. Ya'ni tog'ga, cho'lga, off-road rejimida haydashga juda ham qulay model hisoblanadi. Buni ham 2 yilgacha rassrochka qilib beramiz. Naqd pulga olaman desa, chegirma qilib beramizmi? Albatta, narxidan chegirma qilib beramiz. Kattagina chegirmasi bo'ladi. Shuni surpriz bo'lib qolsin aka. Bo'ladi. Bitta telefon qilsinlar, aytamiz. Yoki bir qiziqsinlar, bizni hurmat qilib qiziqqanlar uchun albatta chegirma qilib beramiz aka. Xo'p, akajon, videoning oxirida hamma modelni tanishtirib bo'ldik. To'lov turlariga bitta to'xtalib o'taylik. Bizda Besu Buxoro avtosalonida 3 xil to'lov usullari orqali avtomashina xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Birinchisi naqd, ikkinchisi avtokredit va uchinchisi rassrochka asosida. Demak, naqd pulga to'lov qilsangiz agar avtomashinamiz chegirmali narxida xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Avtokredit asosida ham xuddi shunday. Avtokreditni ham 2 xil bo'ladi. Chegirmali avtokredit yoki standart avtokredit. Buni telefon nomer qoldiramiz. Boshlanish to'lovingizga qarab, muddatiga qarab bemalol telefon qilsangiz agar, menejerlarimiz sizga aloqaga chiqib tushuntiradi va siz bilan individual shug'ullanadi. Muddatli rassrochka asosida bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Rassrochka asosida 12 oy, 18 oy, maksimum 24 oygacha boshlanish to'lovingizga qarab xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Hammangizni Besu Buxoro avtosalonida kutib qolamiz. Batafsil ma'lumotlar uchun ekran pastida telefon nomer qo'yaman. Har bitta modelga rassrochka bor. Telefon qilsangizlar, nasib bo'lsa, imtiyozli kreditmi, standart kreditmi qilsangizlar bo'ladi. Iloji bo'lsa naqdga oling. Bemalol maza qilib, hazatib haydaysiz deydik, xorazmcha aytganda, shunaqa zo'r mashinalar nasib bo'lsa hammasi garantiya bilan beriladi.
Hammani sonda kutib qolamiz. Like bosish esdan chiqmasin.